Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda bo'lajak obunachilar, tovuq ishqibozlari, parranda ishqibozlari. Mana bugun men sizlarga video qilmoqchiman. O'zimning ilk videoyim. Tovuqlar qanday boqilyapti mana. Akalar ko'rishlaring mumkin, mana ko'k olib kelib beryapman, mazza qilib yeyishyapti mana. Bu yerda 2 ta xo'roz, 4 ta makiyanimiz bor. Xohlasa makiyanlarimiz yaqinda tuxumga kirib qoladi. O'zimizda jaydari mesni tovuqlarimiz. Tovuq katagimizga kelgan bo'lsak, tovuq katagimiz mana bunday holatda yasalgan. Ko'rishlaring mumkin. Ustiga yeydiq tashlab qo'yganmiz. Yeydig'ini yopsak bo'ldi. Xudo xohlasa qishda ham issiqqina turadi. Mana shunday holatda hamma yer yopiladi. Mana yopib ko'rsataman sizlarga. Mana shunday holatda yopiq. Bugun havo bulut, yomg'irlar yog'ib yotibdi hamma yoqda. Ko'rishlaring mumkin. O'shancha tovuqlar tashqariga olib chiqmadik. Mana ochib qo'yapman. Mana akalar, 2 ta xo'roz, 4 ta makiyan. Xudo xohlasa yaqin kunlarda bu jaydar tovuqlarimiz tuxumga kirib qoladi. Hozir tuxum tug'yapti, bittasi faqat. Bari ikkalasi xo'roz.